Qari shahridan bemorimiz kelibdi. Ayog'ingizga nima qilgandi? Oyoq bek qarab qaltis ketdi. Bir qarab qaltis ketgandi. Hozir mana tay ko'tarilyotdi. Qanday bo'lib? Mana hozir oyoq tushiring. Mana bemalol tegib turibdi. Bemalol. Hali bu birinchi nimada. Shu dod 2-3 kunda bo'lsa to'g'rilay bering, faqat qiynamang, og'riqdan qo'rqib qolganman deyapti. Shuning uchun nasib bo'lsa, agar og'riqqa chidasalar o'zi bugun bo'lardi. Chidamayaptilar bu kishi. Hali hech qanday og'riq ish ham qilganimiz yo'q. Sekin-sekin nima qilaymi mana bunisini. Mana shu og'riq turibdi. Pasdan chiqdi qoldi. Taylar tortilib og'riyotdi. Og'riqlar yo'qoldi. Mana buni nasib bo'lsa, ertaga yana kelsalar ko'rib beramiz. Hozir qanday o'zgarish bormi? Deyotdi-ku. Shuncha bo'ldi mana. Mana qaytmay. Ham qaytib uzolyotdi. Mana nasib bo'lsa, Xudoga shukr zo'r.